Leksiyimizde davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Bugün çislağı 2021 yıl 1. ayının 23. günü. Endiki leksiyimizin mavzusu mundaq aslında xulas yakın muhakeme deyli vatandaş. Ötkende men sizlarga va'da bergan edim. Bunun için bir misallarni, halklık cümlelerini aldığınızı koyumuz. Anda bir işe gap qilamiz. Washington'da Prezident Joe Biden qasam berib vazifega o'ltirishning orqasida Davlat ishlar kotibligi tayinlangan Antony Blinken mundaq hisobladi. Donald Trumpning jungo qaratgan qattiq siyosati to'g'ri va o'rinliq. Hamda sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning jungo Xinjiangda irqiy qutlash jinoyati va insoniyat qarish jinoyat o'tkazdi deb qaror qilganligini qo'llayman. Bu davlat ishlar kotibligi yangi tayinlangan Prezident Joe Biden hukumatining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning so'zi vatandaş. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 19. kunidagi qarorida ko'pchilik jinoyat o'tkazdi. Bu haddi harakatlar jungo xalqi va dunyodagi har qaysi Allah xalqlarining oldida haqorat, şu davlat xalqlarına haqorat qilganlikdir. Bu bir meydan izish, bu bir meydan irq yo'qotish Xinjiangda hozir davomlashyapti. Biz Jungo Kompartiyasining Uyg'urlarni sistemalik yo'qotishga urinayotganligi shohid bo'lib turyapmiz. Müşagish to'xtayli, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi prezident Joe Biden prezident bo'lib Aqsaroyga kirdi. Uning davlat ishlar kotibi Antony Blinken Kengash palatasida guvohlikdan o'tgani yuqorida ifoda bildirdi. Siz qarab turing, bir vaqt deyli yoki bir vaqt almishish vaqti deyli. Birinchi prezidentlar yoki hukumat endi ishdan chiqib, mazgillik oldi ishdan chiqib, Amerikada ikkinchi bir hukumat, yani Prezident Joe Biden hukumati Aqsaroyga kirgan mushundaq bir daqiqada vaqt nuqtai nazardan qarang hurmatli vatandaş, mushundaq bir hukumat almishish davrida mushu paytda Uyg'urlar to'g'risida yuqoridagi qarorni e'lon qilishi avval hukumatning, ondan buning yangidan saylangan hukumatning ifoda bildirishi, mesela Antony Blinkenning mushu masala nima desangiz, Uyg'ur masalasi avvalgi yerimida vaqtning avvalgi yerimida jiddiy masala bo'lib, oxirgi hisobda kun tartibi keldi. Keyingidan, ya'ni keyingi yerimidan boshlangan, keyingi vaqtdan boshlangan, masalan prezident Joe Biden davridan boshlangan vaqtning ulanmasida yoki vaqtning uchirishida bu masala jiddiy masalaga aylandi degan gap vatandaş. Endi bugun hozir boshchilarga topshirdik. Dal shundaq mushu orliqda 12 ayning 30 kundan tortayli deyli. Mushu orliqcha kelayotgan orliqda vaziyat, Uyg'urlar masalasidagi vaziyatda 3 xil o'zgarish. Biri Yevropa parlamentining o'zgarishi. Uningdan avval Amerika Qo'shma Shtatlarida hukumat almishning eng oxirgi daqiqalarida va yangi hukumat Aqsaroyga kirishning dastlabki vaqtida siyosatda gavdalanib o'tirg'i chiqdi. Hozir Uyg'urning masalasi endi hozir siz biz diqqat qilib turayotgan nima ish bo'ladi deb. 1. ayning 26 kunlari atrofida Turkiya hukumati Xitoy bilan imzolagan jinoyatchilarni o'tkazib berish, amaliyotda Uyg'urlarni o'tkazib berish kelishimiga Turkiya parlamenti qo'l qo'yamdi yo'q. Biz nurg'un kishilarni shundaq paytda Erdo'g'an bilan ko'rishing, parlament bilan ko'rishing deb iltijo qildik, iltimos qildik. Bir telsizdi, efendim siz deb iltimos qildik. Hozirgacha hech qanday bir alomat ko'rilmadi vatandaşlar. 1. ayning 26 kuni Türkiye parlamentida zaten nima ish yuz berdi? Bu siznimi, menimi, bütün Uyg'urni jiddiyleştirayotgan masala. Eningisi hozir Türkiye'de bazı siyasi adamlar nima dedi? Angliya parlamentida Uyg'ur to'g'risida so'zlanyapti. Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur to'g'risida so'zlanyapti. Sen Türkiye nima ish qilding?
Türkiye'nin siyasi yolları özünün içinde, devlet içinde şu suallarını koydu vatandaşlar. Biz hazır Amerika halkının kollusu giriştik değil. Avrupa İttifakı'nın kollusu giriştik. Hazır kilişim, soğudu kilişim boyunca Cungu'yu besim işiltip deslepti muşun neticeye erişti değil, hürmetli vatandaş. Türkiye tarafçı. Türkiye bir İslam dini devleti. Türkiye ikincisi, bazı yoldaşlar aytkandak, aksi, tağısı. Muşundak ahval aslında Türkiye hükümeti 1. ayının 26. günü sadakanda şipada bildirdi. Parlament 2. ay degeni bu da 1. ayının 26. günü köştü, kendini yandı. Aldığımızda oturuptu bu iş yaman ciddi iş vatandaş. Eğer ötküzüp bir işe Türkiye imza koyduğun bolsa, Xitay ötkenciliği, neçinci 12. ayının 26. günü tasdiqlap oldu. Hazır 1. ayının 26. günü Türkiye parlamenti geldi. Biz bir yerde Avrupa'nın, Amerika Koşmuş Ştatlarının kollusu aslında. Bu yerde Türkiye kanda kararı çıkardı. Uygur'un mutlak köp kısmı Türkiye'de yaşaydı. Bu ahval şahsen beni ciddileştiriyordu vatandaş. Siz kanda kararısız ben okumayman, şahsen beni ciddileştiriyordu. Muşundak vakitte tünügilletin değil hazır Avrupa Parlamenti'nin toxtama kelişim bilen Cumhur hükümeti bilen Avrupa Parlamenti oturur. Kelişim bilen kişilik hukuk bulup mecburi emgek meselesi, halkara emgek teşkilatının ehtinamısı. Muşlarını götürüp çıktı hazır Uygur bir tügünge qarab kelyapti. Uygur meselesi bir tügünge qarab kelyapti. Uygur meselesi için xalqaro jamiyat cevap qaytaradigan davri qarab kelyapti vatandaş. Dikkat qiling, endi o şu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarida sobiq davlat ishlar kotibi nima dedi? Jungo irq yo'qotish jinoyati o'tkazdi. Jungo insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Endilikte Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi hukumat, prezident Joe Biden hukumati bu siyosetni o'zgartmaydi. Antony Blinken davlat ishlar kotibi nima dedi? Men qattiq qo'l bo'lishni qo'llayman. Ya'ni Jungoga qattiq qo'l siyoset yurgizishni qo'llayman dedi. Demak, o hukumatdan bu hukumatga yetib keldi. Uyg'ur masalasi hozir gavdalik qoldi, bir tugunga keldi. Lekin haliqaga masalan Amerika Qo'shma Shtatlarining ashundoq e'tirof qilishi. Xalqaro nima? Irqiy yo'qotish jinoyati, insoniyat qarish jinoyat. Amerika Qo'shma Shtatlarining mushundoq e'tirof qilishi bir tarixiy xarakterlik e'tirof qilish vatandaş. İkincisi tarixiy xarakterlik muayyan tarixiy taraqqiyotning ichida siyoset xarakterlik e'tirof qilish vatandaş. Hozir Uyg'urning qimmati siyosiy jihatda ko'ngil bilish qimmatining o'rlayotganligini isbotlab turdi. Bunda qarab baqsam ba'zi yo'ldoshlar sal ikkilangandak, mayuslangandak, sal bo'shab ketgandek turamdi nima? Masala undaq emas vatandoshim. Bu siyoset Amerika Qo'shma Shtatlarida mushu Qo'shma Shtatlar degan davlatning siyosatidir vatandosh. Ko'pchilik biz Jungo Kompartiyasining Uyg'urlarni sistemlik yo'qotishga urinayotganligiga shohid bo'lib turyapmiz. Demak, dunyo biz ko'rib turyapmiz. Jungo hukumatining turmidan, lagerdan bu kishilarni, ya'ni nazarband qilingan kishilarni derhal qo'yib berishni chaqiriq qiladi Amerika hukumati. Demak, sen bu mahbuslarni yig'ilish lagerdagilarni qo'yib berishni Amerika hukumati Jungo hukumatiga chaqiriq qildi. Bu siz uchun, men uchun balki oddiy tuyulib qolar vatandosh. Shundaqmi ya? Bo'lik Amerika ikki davlat, Jungo o'tiri ikki davlatni bu so'zda chaq-chaq emas vatandoshim. Hargiz chaq-chaq emas. Mushunda muomala qiling. Ko'pchilik Jungo Kompartiyasi Uyg'ur va boshqa sonliq millatlar oldida qo'rqinchli jinoyat o'tkazdi. O senator Marco Rubio'ning so'zi. Yuqori qismi senator Marco Rubio'ning so'zi. Hurmatli vatandoshim. Ya'ni senator Marco Rubio nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasining Jungoning jinoyatlarini e'tirof qilishi, mas'uliyatni surishti qilishi va adolat yo'lida tashlagan eng muhim bir qadamdir. Biz Amerika Qo'shma Shtatlariga hamda qo'shimcha Yevropa ittifoqiga insonparvarlik, odamiygarchilik, axloq muhitida
yak ahlak şaraitida talep koyuşku bulduğun talepler boyunca muamele kılıvatımız vatandaşım. Siz şunda faaliyet kılıp geldiniz, hem şuna faaliyet kılıp geldik. Hazır bu iş insanperverlik muhiti de bolsa, bir de senatör Marco Rubio nime deydi? Adalet yolunda. Xitayning mas'uliyetine sürüş qilish yo'lida tashlangan eng muhim bir qadamdir.